tirnoq o'stirib olganmiz, ha? Sizga hozir O'zbekistonda emas, Toshkentda yoqmayotgan nima yoqmayapti sizga? Menga Toshkentda nima yoqmaydi? Odamlarning qarashi, dunyo qarashi yoqmayapti. Men bu ajratish emas, lekin odamlar qanaqadir boshqacha-da. Bizga nisbatan men bunaqa o'zini sal normal kiyinib, chiroyli tutadiganligiga nisbatan negativ to'yin. Shularni to'g'rilasa, sal zamonaviyroq bo'lsa, O'zbekiston menimcha normal bo'ladi. Kimgadir misol uchun inson taqlid qiladi, kiyinishda boshqada. Dilxuramov menga yoqadi. Blogerlik bo'yicha ham, chunki hozirgi kunda juda ham mashhur bo'lib ketyapti. Dahshat. O'zingizga ko'rinishingiz o'xshar qatlarni, ha? Ko'pchilik aytishadi. Bitta kamerani mana shu ko'zlarga yaqinroq olib kelib yuboring. Mana shu kameraga qarab bering. Ko'zni ichini uni qarang. Menga yoqadi. Menga yoqadi, yapishni bo'lish yoqadi. Sehran. Kelajakda o'zingiz qaysi kasbga egasi bo'lmoqchisiz? Kelajakda uni bloger bo'lmoqchiman, aktyor, model. Uchalasi. Da biznesmen bo'lmoqchiman. Bitta sizdan o'zi kam. Toshkent, O'zbekiston bloger yetishmayapti. Bitta siz qoluvdi, siz ham kiring. Battar, ana nima deydi? Azoblash xizmati ko'paysin. Azoblash xizmatidan emasmi? Negativ kerak emas, lekin menga hozir gap yo'q. Yo'q, men просто stil tirnoq haqida ham gapirib o'tib ketaman xolasanglar. Gapir. Короче, Koreya davlatida tirnoq o'stirib bergan odamlar estetik odamlar hisoblanganda, men bu tirnog'ini ichida kriyolar, masalan, tirnog'ini o'stirib yurganlar og'ir mehnatga qo'l urmaydi yoki doim qo'lini u yoqqa bu yoqqa tiqib yuravermaydigan odamlar tirnoq o'stirishgan. Buni o'zbeklar negativ tushunishi mumkin. Bo'ldi, menimcha yetarlicha negativ o'zingga qazib oldi.